Assalomu alaykum. Men doktor Boboy. Bugun sizlar bilan xurrak kelib chiqishining asosiy sababi, uni qanday qilib davolash kerak shu haqida gaplashib o'tamiz. Xurrak kelib chiqishining asosiy sababi pastki jag'ni oldinga harakatlantiradigan mushaklarning funksiyasini buzilishi natijasida bemor yuqoriga qarab yotgan paytda pastki jag' nafas yo'llariga, ya'ni orqaga qarab harakat tushib, nafas yo'llarini bekitishi natijasida kelib chiqadi. Odatda xurrak o'tadigan bemorlarda jag' tishlari bilan muammo bo'ladi. Ya'ni bunday bemorlar odatda bir taraflama chaynashadi. Boshqa tarafdan esa chaynalmaydi. Va natijada chaynoqda qatnashmaydigan tomonda chaynoq mushaklari hamda u bilan bog'liq bo'lgan chakka mushaklari tonusda bo'ladi. Bunday bemorlar chaynoqda qatnashmaydigan tomonda chaynalganda qurtillash, ya'ni xuruslar, qirqillashlar eshitiladi. Buning asosiy sababi tonusga kirishgan chaynoq mushaklari pastki jag' bo'g'imini harakatga qarshilik qilishi natijasida kelib chiqadi. Xo'sh, buni qanday qilib davolash kerak? Bunday bemorlarni davolash uchun eng avvalo birinchi navbatda tonusga kirishgan mushaklarni bo'shashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi chaynoq mushaklarini bo'shashtirish haqida oldingi mavzularda gaplashib o'tgan edik. Ya'ni ko'rsatkich barmog'imiz yordamida og'iz bo'shlig'ida tishlarning tashqi tomondan ichkariga kirgizib borsak, tishlar kirgan sohada chuqurcha bo'ladi. Aynan shu chuqurcha sohasiga barmog'imizni qo'yib, jag'ni qisib ushlab turamiz. Natijada bu juda og'ir bo'ladi. Bunda chaynoq mushaklari qo'limizga, barmog'imizga tegishi natijasida asta-sekinlik bilan bo'shashadi va og'riq sekin-asta kamayib boradi. Bu quyidagi shaklda amalga oshadi. Xuddi shu holatda ushlab turamiz. 30 sekund 1 minut davomida davom etishi mumkin. Keyingi vazifa chakka mushaklarni bo'shashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun chakka mushaklardagi og'riq nuqta topib olinadi hamda bu og'riq nuqta topib olingandan keyin bu mushaklar o'ng tomonga, chap tomonga qarab harakatlantiriladi, aylantirib turiladi. Keyin bir-biridan uzoqlashtirgan holda ko'ndalangan hamda bo'linmasiga bir-biridan uzoqlashtirib, taranglashtirib turgan holatda to og'riq kamayguncha ushlab turiladi. Endi chaynoq mushaklari va chakka mushaklardagi og'riqlarni ketkazganimizdan keyin aynan shu mushaklarni mahkamlaydigan mashqlarni bajaramiz. Bu mashqni hozir ko'rsatib o'tamiz. Birinchi mashqimiz pastki jag'ni oldinga qarab harakatlantirib, orqaga qarab qaytaramiz. Bunda qo'limiz bilan mush qilgan holda qarshilik qilib turamiz. Bu quyidagi shaklda bajaramiz buni. 10 martadan bajaramiz. Demak, oldinga harakatlantirganda ham, orqaga qaytarganda ham qo'limiz bilan qarshilik qilib turamiz. Bunda chaynoq mushaklarining tonusi, kuchi oshib boradi. Ikkinchi mashqimiz chaynalmaydigan tomonga tilimizni o'tkazib, sun'iy chaynoq amalga oshiramiz. Bu 1 minut davomida bajaramiz. Masalan, men o'ng tomonim chaynoqda qatnashmaydi. Shu sababli tilimni o'ng tomonga o'tkazib chaynoqni amalga oshiraman. 1 minut davomida bajaramiz. Keyingi mashqimiz pastki jag'ni oldinga harakatlantirib, tishlar orasiga tilni chiqarib, sun'iy chaynoqni amalga oshiramiz. Bu quyidagi shaklda bo'ladi. Bu ham 1 minut davomida bajaramiz. Keyingi mashqimiz tilimizni tashqariga maksimal holatda chiqarib, pastki iyakka tegizguncha chiqarib kirgizamiz. 10 marta bajaramiz buni ham. Keyingi mashqimiz tilimiz uchi bilan yuqori tanglayni ko'tarib turgan holatda, shu holatda ushlab turishga harakat qilamiz. Buni ham 30 sekund 1 minutgacha bajaramiz. Keyingi mashqimiz tilimizni oldindan, yuqori tanglaydan boshlab to halqumgacha olib borishga harakat qilamiz. Ya'ni oldindan orqaga qarab maksimal darajada tortishga harakat qilamiz. Bu mashqni to'g'ri bajarish belgisi til osti mushaklari pastga tushishi kerak. Buni ham 10 marta bajaramiz. Ushbu mashqlarni 2 mahal, kunda 2 mahal, ertalab va kechga bajarish tavsiya qilamiz. Natijada qarabsizki, 1 oylar ichida bemorda xurrak ancha kamayganini ko'rishingiz mumkin. Va xurrak o'tadigan bemorlarga kechki uyqu paytida uxlatuvchi, tinchlantiruvchi dori vositalarini ichishni yoki bo'lmasam alkogol, aroq mahsulotlarini ichishni tavsiya qilmaymiz. Chunki bu tinchlantiruvchi dorilar va aroqlar chaynoq mushaklarini bo'shashtiradi va bemorda yana xurrak qaytadan paydo bo'lishi mumkin. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.